Assalomu alaykum. Sinfimga Marat Muhammadjon. Bugun sizlar bilan birinchi dars, ya'ni Python asoslarini o'rganib chiqamiz. Python dunyoda ko'p tillar bor, ko'p ishlatiladi va ulardan biri Python dasturlash tili. Python dasturlash tili sintaksi, tuzilish jihatdan toza, ancha tushunarli bo'lgani uchun ko'pchilik shu Python dasturlash tilidan boshlaydi. Tushunishga oson, ko'p ishlatiladi. Hozir ham Python dasturlash tili dunyo bo'yicha eng birinchi o'rinlarda turibdi. Bunga misol qilib Python, sun'iy intellekt, asosan biz bilgan ChatGPT, DeepSeek hammasi shu til orqali aniqlangan, hammasi yozilgan. Bu darsda Pythonda biz boshidan, ya'ni birinchi eng sodda belgilardan, ya'ni ishlardan boshlaymiz. Bizga agar notebookingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, notebookingizga Python dasturlash tili o'rnatilgan bo'lishi kerak va undan tashqari Visual Studio Code yoki PyCharm. Men Visual Studio Code'ni tanladim. Visual Studio Code'da mana bu asosan exception qismida Python deb birinchi chiqqaniga masalan, ya'ni Python exception bor, shuni o'rnatilgan bo'lishi kerak. Mana bu yerda sizlarda install bo'lib turadi. Menda hozir o'rnatilgani uchun uninstall bo'lib turibdi. Endi darsni amaliy qismiga o'tamiz. Har bir fayl, har bir dasturni o'zining faylining strukturasi bor. Masalan, text fayli .txt yoki .pdf, .ppx va Python dasturlash tiliga tegishli bo'lgan fayl .py. .py faylni ko'rdingizmi? Demak, bu Python dasturlash tiliniki. Misol uchun, bu yerda lesson.py nomli bitta Python fayl ochamiz. Birinchi o'rganmoqchi bo'lgan eng sodda o'zgaruvchilar turlari va ularga qiymat berish. Misol uchun, a degan o'zgaruvchi olaylik. Biz bu yerda a degan o'zgaruvchini e'lon qildik va unga 5 qiymatini yukladik. Print bu Pythonning o'zining standart kutubxonalaridan, ya'ni funksiyalardan biri. Bu funksiya nima qilib beradi? Print funksiyasining ichiga qandaydir argument yoki qiymatni bersangiz, uni ekranga chop qilib beradi. Mana 5 qiymat chop etildi. Bu a ning o'rniga har qanday son qo'yishimiz mumkin, ya'ni butun bo'lmagan son va string hello world. Endi biz biladigan bo'lishimiz, ya'ni qandaydir o'zgaruvchiga biz qaysidir qiymatni berar ekanmiz, shu qiymatning turlari bo'ladi. Misol uchun, a tipiga a deb 4 ni berdik. Bu butun son. b son e'lon qilib, unga butun bo'lmagan son berdik va c ga qandaydir string berdik va buni tip, ya'ni qaysi tipga tegishli ekanligini ko'rishimiz uchun bizda Pythonda type degan funksiya bor. Ya'ni mana biz a qiymatini berdik. Aynan a qiymatini type'ini bilmoqchi bo'lsak, bizga chiqarib beradi int tipida. Endi b nikini va c nikini olaylik. Xo'sh, a niki int, b niki float, c niki string. Bu o'zgaruvchilar. Endi bularning ustida qanday amallar bajarish mumkin? Xo'sh, avval int va float, ya'ni sonlar ustida bajariladigan amallarni
Maketini ko'rib chiqaylik. Chalg'itmay turish uchun uzoq bo'lib qo'yamiz. Print A plus B. o'n yetti butun 98. Bu yerga aniqroq bo'lish uchun qandaydir butun son beraylik. 17. Ya'ni bizga A bilan B ning qiymatini qo'shib berdi. Keyingisi print A minus B. Minus 7. Qiymat. Keyingisi ko'paytma. Ko'paytma 5 ni 12 ga ko'paytirsak 60. Ya'ni bizdagi mana bu qiymatning javobi va bo'lgandagi qiymat mana bu printning ichidagi qaytyapti 2,4. Bizda mana bu ham bor, ya'ni ikkita chiziq. Bitta chiziq bo'lsa oddiy bo'luv kabi ishlaydi, ikkita chiziq bo'lsa bo'lib turib butun qismini ol, ya'ni bo'lib turib bizning B ni A ga bo'ladida, bo'lib butun qismini olib beradi. Misol uchun 5 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismi 5 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismi nechiga teng bo'ladi? 5 ni 3 ga bo'lsak butun qismi 1, ya'ni 1 butun nechidir ham chiqadi, o'ziga 1 qaytaradi. Hozir bu holatda 12 ni 5 ga bo'lib butun qismini olib beradi. 2 butun nechidir. Endi bizga butun qismi kerak, qoldig'i ham kerak bo'lsa-chi? Qoldig'i kerak bo'lsa foiz belgi, prosent belgisini qo'yamiz va B ni A ga bo'lib foizni beradi. Ya'ni qoldig'i ham 2 butun qismi 2 bo'lib qoldi. Endi boshqa son qo'yaylik agar qoldig'i farq qilish uchun. 4. Ya'ni 14 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiq 4. 14 ni 5 ga bo'lgandagi butun qismi 2. Keyingisi daraja. Ya'ni bitta yulduzcha qo'ysak ko'paytirilgan, agar ikkita yulduzcha qo'ysak bu kvadrat, ya'ni daraja. Masalan, A ning kvadrati 25. Masalan, A ning kubini hisoblaylik. 125. Endi taqqoslash operatorlari bor. Shularni ko'rib chiqamiz. Taqqoslash operatori katta yoki teng, kichik yoki teng. Buning uchun yaqqol ko'rinadigan misollar olaylik. 8G ga qandaydir 4 olaylik. 2. Print F kattami G da. Bu endi qanday qaytaradi? Ya'ni katta yoki teng, kichik yoki teng ular ko'ramiz. Ular har qanday holatda, ya'ni bul qiymat qaytaradi. Bul qiymat nima degani? Bul qiymat true yoki false degani, yoki rost yoki yolg'on, bajarildi yoki bajarilmadi, to'g'ri yoki noto'g'ri, shunga o'xshagan. Masalan, F kattami G dan? G ni qiymati 2, F niki 8. Demak, 8 2 dan katta. To'g'rimi? Demak, to'g'ri. True qaytarish kerak. Ishga tushiramiz. Okay. Mana bu yerda true qaytdi. Keyingisi print aksincha. G kichikmi, F kichikmi G dan? Ya'ni G kattami deyapti. Bu teskarisi, aslida F G dan katta.
Bu yerda f jdan kichik deb aytyapti. Bu false bo'ladi. Ya'ni birinchi print qismi true, keyingisi false bo'ldi. Keyingisi katta yoki teng, kichik yoki tenglar. True, false, katta yoki tengmi? Hech teng bo'lmasa ham katta. Shuning uchun mana bu true qiymat qaytaradi va keyingisi false qiymat qaytaradi. Teng bor, ya'ni bu qiymat bunga tengmi? Teng bo'lmaganligi uchun false qaytaradi. Print f teng emas j teng bo'lmaganligi uchun false qaytaradi. Boshidan ko'rib chiqaylik. Bu qaytaradi true, chunki f j dan katta. Keyingisi false qaytaradi. Nimaga? F j dan katta, j f dan katta emas. Keyingisi true qaytaradi. Chunki f j dan katta yoki teng. Hech bo'lmay teng bo'lmasa ham katta yoki teng. Keyingisi false. False qiymat. Ya'ni kichik yoki tengmi? Yo'q. F har j dan katta o'tiribdi bu yerda. Keyingisi tengmi ikkalasi? 8 bilan 2 teng bo'lmaydi. Shuning uchun false qaytyapti. Bundan teng emas. Haqiqatan ham 8 bilan 2 teng emas. Shuning uchun true qiymat qaytadi. Bularni ko'rib chiqdik. Endi biz ko'radigan narsa bu yerda misol uchun foydalanuvchidan qandaydir biz ixtiyoriy ikkita son kiritsak, ularni qo'shib natijasini chiqarib beradigan dastur ko'rib chiqaylik. Masalan, number 1 barobar int input birinchi son. Bu nima degani? Number degan o'zgaruvchiga biz foydalanuvchidan, ya'ni ekrandan int tipida input qilib so'rab olyapmiz sonni. Keyingisi number 2. Number 2 bo'lib int tipida, ya'ni input so'rab olyapmiz. Chiqqan javobni print sonlarning yig'indisi qilib qo'shib chiqaryapmiz. Va buni ishga tushirib ko'ramiz. Mana bizda birinchi sonni so'radi. 56 kiritaylik, keyingisi 13. Mana birinchi sonni so'radi, biz 56 kiritdi, ikkinchi sonni so'radi, 13 kiritdi, ikkalasining yig'indisini qo'shib chiqarib berdi. Hozircha shu, keyingi darsda qolgan qismlarni davom ettiramiz.